Agar sizning oilangizda nogironligi bo'lgan inson bo'lsa, agar siz nogironlik pensiyasi, nafaqa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, reabilitatsiya vositalari yoki davlat yordamiga umid qilib yashayotgan bo'lsangiz, bugungi mavzu siz uchun juda muhim. Chunki nogironlik bo'yicha tizimdagi har qanday o'zgarish faqat bitta odamga emas, butun oilaning daromadi, davolanish imkoniyati, ishga joylashishi va kundalik hayotiga ta'sir qiladi. Ayniqsa 5 milliondan 6 milliongacha degan raqamlar atrofida ko'p savollar paydo bo'lyapti. Bu kimga tegishli? Kim qancha oladi? Kimning huquqi kengayadi? Kim hujjatlarni qayta ko'rib chiqish kerak? Men bugun bu mavzuni oddiy tilda, lekin mutaxassis sifatida batafsil tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim nuqtalarda odamlar aynan bilmaganligi sababli o'ziga tegishli yordamdan foydalana olmay qoladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bosing. Chunki bu kabi amaliy ma'lumotlar ko'pchilikka kerak bo'ladi. Avvalgi yillarda nogironligi bo'lgan shaxslar bilan bog'liq eng katta muammolardan biri shuki, odamlar davlat yordami borligini bilardi. Lekin bu yordamga yetib borish yo'li murakkab ko'rinardi. Kimdir pensiya olardi, kimdir nafaqa olardi. Yana kimdir umuman hujjat yig'olmay, yillar davomida uyda o'tirib qolardi. Ayrim oilalar baribir hech narsa chiqmaydi deb murojaat qilmasdi. Ayrimlar esa nogironlik guruhi bor bo'lsa ham qo'shimcha imtiyozlar, protez ortopediya vositalari, sanatoriy yo'llanmasi, dori-darmon bo'yicha yordam, ishga joylashishda kvota, ta'limda yengilliklar borligini bilmasdi. Hozirgi islohotlarning asosiy mazmuni shundaki, tizim faqat pul berish bilan cheklanmasligi kerak, balki nogironligi bo'lgan insonni jamiyatda faol hayotga qaytarish, imkoniyati bo'lsa ishlashiga, o'qishiga, davolanishiga, harakatlanishiga yordam berish kerak. Ya'ni yondashuv asta-sekin o'zgaryapti. Ilgari odamning muammosi ko'proq kasallik yoki cheklov sifatida ko'rilgan bo'lsa, hozir asosiy savol shunday bo'lishi kerak. Bu odamga qanday sharoit yaratsak, u mustaqil yashay oladi, ishlay oladi, o'qiy oladi. 4 milliondan 6 milliongacha degan gapni ham shu kontekstda tushunish kerak. Bunday raqamlar ko'pincha aholining ehtiyojmand qatlamlari, nogironligi bo'lgan shaxslar, ijtimoiy himoya qamrovi, ajratilayotgan mablag', yordam oluvchilar soni yoki reabilitatsiya va qo'llab-quvvatlash dasturlarining kengayishi bilan bog'liq muhokamalarda uchraydi. Eng muhim jihat, bu raqamlar shunchaki statistik ko'rsatkich emas. Har bir raqam ortida real inson bor. Dori olishga qiynalayotgan keksa ota, eshitish apparatiga muhtoj bola, aravachada harakatlanadigan talaba, ishga kirishni xohlayotgan, lekin moslashtirilgan ish joyi topolmayotgan fuqaro bor. Shu sababli men bugun sizga islohotlarni 3 tomondan tushuntiraman. Birinchidan, nogironlik bo'yicha huquq va yordamlar nimadan iborat? Ikkinchidan, kimlar albatta hujjatlarni tekshirishi va murojaat qilishi kerak? Uchinchidan, qayerda ehtiyot bo'lish, qaysi xatolardan qochish kerak? Asosiy qism 1, nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak, kim esa shoshilmasligi mumkin? Eng avvalo, nogironlik bo'yicha yordamlar bir xil emas. Ko'pchilik bitta so'z bilan nogironlik puli deydi. Lekin amalda bir nechta yo'nalish bor. Birinchisi, pensiya. Agar inson mehnat stajiga ega bo'lsa, ya'ni ishlagan yillari bo'lsa, u nogironlik pensiyasiga chiqishi mumkin. Pensiya miqdori ish staji, ish haqi, nogironlik guruhi va boshqa omillarga bog'liq. Ikkinchisi, ijtimoiy nafaqa. Agar staj yetarli bo'lmasa yoki umuman bo'lmasa, davlat tomonidan belgilangan tartibda nafaqa tayinlanadi. Uchinchisi, qo'shimcha ijtimoiy yordamlar. Reabilitatsiya vositalari, parvarish bo'yicha yordam, sanatoriy, dori-darmon, tibbiy xizmatlar, transport yoki boshqa imtiyozlar bo'lishi mumkin. Misol uchun 22 yoshli erkakni olaylik. U qurilishda 20 yil ishlagan, keyin og'ir kasallik tufayli 2 guruh nogironligi belgilangan. Bunday holatda u pensiya masalasini ko'rib chiqishi kerak, chunki uning ish staji bor. Agar u faqat nafaqa olaman deb yuraversa, ehtimol o'ziga nisbatan foydaliroq hisob-kitobdan bexabar qolishi mumkin. Bu yerda birinchi amaliy qo'ydi. Nogironlik aniqlangandan keyin faqat tibbiy xulosani olib qo'yish yetarli emas. Pensiya jamg'armasi yoki tegishli davlat xizmatlari orqali aynan qaysi turdagi to'lovga huquqingiz borligini tekshirtirish kerak. Ikkinchi misol, 10 yoshli bola tug'ma eshitish muammosiga ega. Ota-onasi unga nogironlik rasmiylashtirgan. Ular har oy nafaqa olishi mumkin, lekin masala faqat nafaqa bilan tugamaydi. Bola eshitish apparati, maxsus ta'lim, logoped, reabilitatsiya, ayrim holatlarda sanatoriy yoki tibbiy muolajalarga muhtoj bo'lishi mumkin. Agar ota-ona faqat pul tomonga qarasa, bolaning rivojlanishidagi
eng muhim davrni o'tkazib yuborishi mumkin. Shuning uchun bolalar bo'yicha huquqlarni alohida tekshirish zarur. Maktab, poliklinika, mahalla, ijtimoiy xizmat organlari bir-biri bilan bog'lanishi kerak. 3-misol. 28 yoshli ayol avtohalokatdan keyin aravachada harakatlanadi. U oliy ma'lumotli kompyuterda ishlay oladi. Uning asosiy muammosi nafaqat daromad. Balki ish joyiga yetib borish, ofisga kirish, hojatxona, pandus, mos ish sharoiti. Islohotlarning haqiqiy ma'nosi mana shu yerda ko'rinadi. Nogironligi bo'lgan odamga faqat uyda o'tir, mana yordam deyish emas. Balki sen ishlashing mumkin. Biz to'siqlarni kamaytiramiz degan yondashuv bo'lishi kerak. Agar ish beruvchilar kvota moslashtirilgan ish joyi, masofadan ishlash imkoniyatlari haqida jiddiy o'ylasa, odamlar nafaqat yordam oluvchi, balki soliq to'lovchi va faol mutaxassisga aylanadi. Kimlar ayniqsa hushyor bo'lishi kerak? Birinchi navbatda nogironlik muddati tugashiga yaqinlashganlar. Ba'zi nogironlik guruhlari muddatli belgilanadi. Masalan, 1 yilga yoki 2 yilga. Agar siz qayta ko'rik muddatini o'tkazib yuborsangiz, to'lovlar vaqtincha to'xtashi mumkin. Shuning uchun hujjatlarda ko'rsatilgan sanani oldindan tekshiring. Men odatda odamlarga kamida 1,5-2 oy oldin tayyorgarlikni boshlashni maslahat beraman. Ikkinchi guruh kasalligi og'irlashgan, lekin eski guruh bilan yurganlar. Masalan, odamga ilgari 3 guruh berilgan, u ishlay olgan. Keyin ahvoli yomonlashgan, harakatlanishi cheklangan, tez-tez shifoxonaga tushadigan bo'lgan. Bunday vaziyatda mening guruhim shunaqa edi deb yurish to'g'ri emas. Tibbiy hujjatlar yangilansa, shifokor xulosalari to'plansa, qayta ko'rib chiqish masalasi ko'tarilishi mumkin. 3-guruh umuman murojaat qilmagan, lekin sog'lig'i tufayli doimiy cheklovga ega insonlar. Masalan, qandli diabet asoratlari, yurak yetishmovchiligi, insultdan keyingi holat. Ko'rish yoki eshitishning jiddiy pasayishi, bolalikdan rivojlanish bilan bog'liq muammolar. Har bir kasallik avtomatik nogironlik degani emas, lekin agar kasallik insonning ishlashi, o'qishi, o'ziga xizmat qilishi, harakatlanishi yoki muloqot qilishiga jiddiy ta'sir qilsa, tibbiy ijtimoiy baholashdan o'tish masalasi ko'rib chiqilishi kerak. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, nogironlik muddati hali uzoq bo'lsa, to'lovlar muntazam tushayotgan bo'lsa, bank kartangiz, pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz yangilangan bo'lsa, vahimaga tushish shart emas. Lekin bu umuman qiziqmay qo'ysam bo'ladi degani emas. Har 6 oyda kamida bir marta o'z holatingizni tekshiring. To'lov miqdori o'zgarganmi? Qo'shimcha imtiyozlar paydo bo'lganmi? Reabilitatsiya dasturida sizga kerakli vositalar bormi? Endi raqamlar bilan yanada tushunarli qilib olaylik. Tasavvur qiling, oilada 3 kishi yashaydi. Ona nogironligi bo'lgan bola va buvi, ona ishlamaydi. Chunki bola doimiy parvarishga muhtoj. Oilaning asosiy daromadi nafaqa va qarindoshlar yordami. Agar bu oila reabilitatsiya vositasini o'z hisobidan olsa, masalan, eshitish apparati, aravacha yoki maxsus poyabzal, bu bir necha million so'm xarajat bo'lishi mumkin. Lekin agar ular davlat tomonidan beriladigan vositalar ro'yxati va navbat tartibini bilsa, bu xarajat kamayadi. Demak, islohotning real foydasi faqat oylik to'lovda emas, balki oilaning cho'ntagidan chiqadigan katta xarajatlarni kamaytirishda ham. Yana bir misol. 35 yoshli erkak buyrak yetishmovchiligi sababli muntazam davolanishga boradi. U har oy do'ri yo'l, tekshiruv uchun pul sarflaydi. Agar u nogironlikni rasmiylashtirgan bo'lsa, pensiya yoki nafaqadan tashqari tibbiy xizmatlar, dori ta'minoti, ish joyida yengilliklar bo'yicha huquqlarini ham bilishi kerak. Agar ish beruvchi uning holatini inobatga olmasa, masalan, og'ir jismoniy ishga majburlasa, bu nafaqat adolatsizlik, balki sog'lig'ini yanada yomonlashtiradigan omil bo'ladi. Eng katta xatolardan biri, menda kasallik bor, demak menga albatta nogironlik berishadi deb o'ylash. Aslida baholashda faqat tashxis emas, balki kasallikning oqibati, ya'ni inson hayot faoliyatining qanchalik cheklangani ham ko'riladi. 2 odamda bir xil tashxis bo'lishi mumkin, lekin biri ishlay oladi, o'ziga xizmat qiladi. Davolanish bilan ahvoli barqaror, ikkinchisi esa yura olmaydi, doimiy yordamga muhtoj. Shuning uchun tibbiy hujjatlarda faqat kasallik nomi emas, uning kundalik hayotga ta'siri aniq aks etishi muhim. Ikkinchi xato, hujjatlarni og'zaki tushuntirishga ishonib topshirish. Doktor biladi, mahalladagilar aytadi, falonchi qilib beradi degan yondashuv xavfli. Har bir murojaat yozma iz qoldirish kerak. Agar siz poliklinikaga murojaat qilsangiz, ambulator kartada yozuv bo'lsin. Agar shifoxonada yotsangiz, epikrizni oling. Agar tahlil topshirsangiz, natijasini saqlang.
Agar komissiyaga yuborish masalasi ko'rilsa, yo'llanma va xulosalarning nusxasini saqlab qo'ying. Uchinchi nozik jihat doimiy va muddatli nogironlik farqi. Ba'zi holatlarda nogironlik ma'lum muddatga belgilanadi. Chunki insonning ahvoli davolanishdan keyin yaxshilanishi yoki yomonlashishi mumkin. Ba'zi og'ir, qaytmas holatlarda esa uzoq muddatli yoki qayta ko'rik talab qilinmaydigan tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin bu avtomatik emas. Hujjatlarda kasallikning barqarorligi, davolash natijalari, reabilitatsiya imkoniyati ko'rsatilishi zarur. To'rtinchi jihat bolalikdan nogironlik va katta yoshdagi nogironlik farqi. Bola uchun asosiy urg'u rivojlanish, ta'lim, reabilitatsiya ota-onaning parvarish imkoniyatiga qaratiladi. Katta yoshdagi insonda esa mehnat qobiliyati, o'ziga xizmat qilish, harakatlanish, kasbga qaytish imkoniyati ko'proq ko'riladi. Shu sababli ota-onalar bola 13 yoshga to'layotganda alohida hushyor bo'lish kerak. Chunki bolalik maqomidan kattalar tizimiga o'tilganda hujjatlar, to'lov turi va baholash mezonlari o'zgarishi mumkin. 5-jihat yashash manzili, bank kartasi va shaxsiy ma'lumotlar. Juda ko'p odamlar to'lov kechiksa darhol davlat to'xtatdi deb o'ylaydi. Amalda esa pasport almashgan, bank kartasi muddati tugagan, yashash manzili o'zgargan, telefon raqami yangilanmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun barcha ma'lumotlarni o'z vaqtida yangilab borish kerak. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan keksalar yoki qarindoshlar qaramoqdagi insonlarda bu masala nazoratdan chiqib ketadi. 6-jihat nogironligi bo'lgan odam ishlasa, yordamdan mahrum bo'ladimi? Bu savol juda ko'p beriladi. Har bir holat alohida ko'riladi, lekin umumiy yondashuv shuki, nogironligi bo'lgan shaxsning ishlashi uning barcha huquqlarini avtomatik bekor qilmaydi. Aksincha, maqsad imkoniyati bor odamni mehnat bozoriga qo'shish. Lekin ish turi, daromad, mehnat sharoiti va nogironlik guruhi bilan bog'liq masalalar muhim. Masalan, shifokor og'ir jismoniy mehnat mumkin emas degan bo'lsa, odam majburan yuk tashish ishiga kirsa, bu sog'lig'i uchun xavfli. Boshqa tomondan masofadan buxgalteriya, dizayn, operatorlik, tikuvchilik, tarjima, repetitorlik kabi ishlar ayrim odamlar uchun juda mos bo'lishi mumkin. 7-jihat norasmiy yordamchilardan ehtiyot bo'ling. Kimdir pul bersangiz, guruh chiqarib beraman, pensiyani oshirib beraman, navbatni tezlataman desa, juda ehtiyot bo'ling. Bunday holatlar firibgarlikka olib kelishi mumkin. Qonuniy yo'l har doim hujjat, rasmiy ariza, davlat organi, shifokor xulosasi va elektron tizim orqali bo'ladi. Agar siz haqiqatan huquqqa ega bo'lsangiz, uni pora yoki tanish-bilishsiz ham talab qilishingiz kerak. Agar huquq bo'lmasa, pul berib rasmiylashtirish keyinchalik katta muammo tug'diradi. 8-jihat nogironlik faqat tibbiy masala emas. Uy sharoiti, transport, maktab, ish joyi, jamoat binolari ham katta rol o'ynaydi. Masalan, Arvachadagi odamga nafaqa berildi, lekin uydan chiqish uchun zinapoya bor. Poliklinikada pandus yo'q, avtobusga chiqa olmaydi. Bunday vaziyatda pul yordam beradi, lekin muammoni to'liq hal qilmaydi. Islohotlarning muvaffaqiyati mahalla. Hokimlik, sog'liqni saqlash, bandlik, ta'lim va transport tizimlari birgalikda ishlaganda ko'rinadi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Agar siz yoki yaqinlaringiz nogironlik bo'yicha huquqlarini tekshirmoqchi bo'lsa, men quyidagi tartibda harakat qilishni maslahat beraman. 1-qadam, tibbiy holatingizni hujjatlashtiring. Poliklinikaga boring, oilaviy shifokor yoki tegishli mutaxassisga murojaat qiling. Kasallik tarixi tahlillar, rentgen, MRT, UTT, kardiogramma, shifoxona epikrizlari, mutaxassis xulosalari bo'lsa, barchasini jamlang. Hujjatlar qanchalik tartibli bo'lsa, baholash shunchalik aniq bo'ladi. Eski qog'ozlarni tashlab yubormang. Chunki kasallik qancha vaqt davom etgani ham muhim bo'lishi mumkin. 2-qadam, kundalik hayotdagi cheklovlarni aniq yozib chiqing. Men odamlarga oddiy daftar tutishni maslahat beraman. Masalan, 300 metr yursam nafasim qisadi. Zinadan chiqa olmayman. O'zim kiyina olmayman. Doimiy parvarish kerak. Eshitmaganim uchun darsni tushunmayman. Ko'rishim pasaygani uchun mustaqil harakatlana olmayman. Bu gaplar shunchaki shikoyat emas. Balki kasallikning hayotga ta'sirini ko'rsatadi. Shifokorga ham aynan shuni tushuntirish kerak. 3-qadam, tibbiy ijtimoiy ekspertizaga yuborish tartibini so'rang. Buni odatda davolovchi shifokor, poliklinika va tegishli tibbiy komissiya orqali boshlaysiz. Meni ekspertizaga yuboring deganda, hamma narsa avtomatik bo'lmaydi. Shifokorlar sizning tibbiy ma'lumotlaringizni ko'rib, yo'llanma masalasini hal qiladi. Agar rad etilsa, rad etish sababi nima ekanini yozma yoki aniq tushuntirish bilan bilib bo'ling. Hujjat yetishmayaptimi? Davolanish tugallanmaganmi?
Qo'shimcha tekshiruv kerakmi? 4-qadam. Shaxsiy hujjatlaringizni tayyorlang. Odatda pasport yoki AD karta, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, tibbiy hujjatlar, mehnat daftarchasi yoki ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotlar, bolalar uchun tug'ilganlik guvohnomasi, ota-ona hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Agar siz pensiya masalasini ko'rayotgan bo'lsangiz, ish staji va ish haqi haqidagi ma'lumotlar alohida ahamiyatga ega. Ishlagan joylaringiz yopilib ketgan bo'lsa, arxiv orqali ma'lumot olishga to'g'ri kelishi mumkin. 5-qadam. To'lov turini aniqlang. Nogironlik belgilansa darhol menga qancha pul tushadi deb so'rash tabiiy. Lekin avval siz pensiya olasizmi yoki nafaqa olasizmi? Shuni aniqlang. Ish staji bor odamlar pensiya jamg'armasi bo'limi yoki davlat xizmatlari orqali hisob-kitobni tekshirish kerak. Staj bo'lmasa, ijtimoiy nafaqa tartibi ko'riladi. Har ikki holatda ham bank kartasi, shaxsiy ma'lumotlar, telefon raqami to'g'ri bo'lishi zarur. 6-qadam. Qo'shimcha yordamlarni so'rashdan uyalmang. Ko'p odamlar pensiya tayinlandi, bo'ldi deb o'ylaydi. Yo'q, yana savollar bor. Menga aravacha, eshitish apparati, ko'zoynak, protez, maxsus poyabzal, hassalar, reabilitatsiya kursi, sanatoriy yo'llanmasi, dori ta'minoti bo'yicha nima tegishli? Farzandim ta'limda qanday yangiliklardan foydalanadi? Ishga joylashmoqchi bo'lsam, bandlik bo'limi qanday yordam beradi? Uyimda pandus yoki moslashtirish zarur bo'lsa, qayerga murojaat qilaman? Mana shu savollarni yozib boring va har biriga rasmiy javob oling. 7-qadam. Agar qarordan norozi bo'lsangiz, shikoyat qilish huquqingiz borligini biling. Komissiya qarori siz kutgandek bo'lmasligi mumkin. Masalan, siz 2 guruh deb o'ylaysiz, lekin 3 guruh belgilandi yoki umuman rad etildi. Bunday vaziyatda hissiyot bilan janjal qilish emas, hujjatlarni tahlil qilish kerak. Qaysi ma'lumot yetishmagan? Qaysi tibbiy xulosa ko'ksiz? Kundalik cheklovlar yetarli ko'rsatilmaganmi? Shundan keyin belgilangan tartibda yuqori organlarga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati bor. Shikoyatda aniq yozing. Qaysi qarordan norozi ekaningiz, nima sababdan norozi ekaningiz, qaysi hujjatlar buni tasdiqlashi. 8-qadam. Oilaviy mas'uliyatni taqsimlang. Nogironlik bo'lgan insonning barcha ishini bitta odamga yuklab qo'yish ko'pincha oilani charchatadi. Masalan, onasi hujjat yig'adi, akasi bank masalasini tekshiradi, singlisi shifokor qabuliga yozadi. Qo'shni yoki mahalla vakili transportda yordam beradi. Tizim qanchalik isloh qilinmasin, oilaning ichki tartibi bo'lmasa hujjatlar yo'qoladi, muddatlar o'tib ketadi. Odam kerakli yordamdan kech foydalanadi. 9-qadam. Barcha hujjatlarning nusxasini saqlang. Telefoningizda alohida papka oching, suratga oling, lekin qog'oz nusxasini ham yo'qotmang. Epikriz, komissiya xulosasi, pensiya yoki nafaqa tayinlangani haqidagi ma'lumot, bank rekvizitlari, arizalar nusxasi, javob xatlari hammasi kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa boshqa viloyatga ko'changiz, shifoxona almashtirsangiz yoki qayta ko'rikdan o'tsangiz, eski hujjatlar ko'p masalani osonlashtiradi. 10-qadam. Islohotlarni kuzatib boring, lekin mish-mishlarga ishonmang. Ijtimoiy tarmoqlarda hamma 6 million olar ekan, hammaning guruhi bekor bo'lar ekan, faqat falon hujjat topshirganlar pul olar ekan kabi gaplar tez tarqaladi. Bunday xabarlarni rasmiy manbalar, davlat organlari, pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya tizimi, mahalla yoki ishonchli mutaxassislar orqali tekshiring. Noto'g'ri ma'lumot odamni vaqt, pul va asabdan yutqazadi. Men alohida ta'kidlamoqchiman. Nogironlik bo'yicha islohotlarning eng to'g'ri natijasi shuki, inson o'zini davlat idoralari eshigi oldida yolg'iz his qilmasligi kerak. Tizim tushunarli, shaffof va insonparvar bo'lishi kerak. Lekin fuqarolar ham o'z huquqini bilishi, hujjatni to'g'ri yuritishi, muddatlarni kuzatishi, kerak bo'lsa savol berishi va talab qilishi kerak. Huquqni bilgan odamni aldash qiyin, hujjati tartibli odamning ishi tezroq bitadi. Bugun biz nogironlik bo'yicha islohotlar nimani anglatishini, 1 milliondan 6 milliongacha kabi raqamlar o'rtida qanday real hayotiy muammolar turganini, kimlar hujjatlarni tekshirish kerakligini va qaysi xatolardan ehtiyot bo'lish zarurligini ko'rib chiqdik. Asosiy fikr shuki, nogironligi bo'lgan inson faqat yordam oluvchi emas, u huquqlarga ega fuqaro, oila a'zosi, mutaxassis, talaba, ota yoki ona bo'lishi mumkin. Davlat yordami esa uning hayotini yengillashtirish, jamiyatga qo'shish va mustaqilligini oshirish uchun ishlashi kerak. Agar sizda nogironlik pensiyasi, nafaqa, qayta ko'rik, reabilitatsiya vositalari yoki hujjat yig'ish bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Sizning holatingiz boshqalarga ham foydali tajriba bo'lishi mumkin. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing. Yaqinlaringizga yuboring.
va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda men ijtimoiy himoya, pensiya, nafaqa va fuqarolarning amaliy huquqlari bo'yicha yana aniq, tushunarli ma'lumotlar berishda davom etaman.